shaytonlar va yana boshqa qo'rqinchli narsalar. Va qani ko'ramiz. Rostdan ham bu tashlandiq binoda nimadir bormi? Bu videoda biz mana shu tashlandiq klubidagi domovoyni chaqirib ko'ramiz. Domovoy, bu joy seni uyingmi? O'zingni ko'rsat. Domovoy bu uy jini. Domovoylar ikki turga bo'linadi, yaxshi va yomon. Yomon domovoylar siz kechqurun uxlayotganingizda sizni qo'rqitadi va uydan har xil ovozlar eshittirib, odam ichiga vasvasa soladi. Domovoy bu jin. U yomon. Kerak emas, u juda qo'rqinchli narsa. Sizlar u jinlardan uzoqroq turishingiz kerak. Sizlar ko'rib turgan mana shu video bu haftadagi ikkinchi videoyimiz. O'rtoqlar, biz haftasiga kamida 2-3 ta video chiqaramiz va yana xuddi oldingidek ko'proq video qilishga qaytamiz. Va bilasizlar o'rtoqlar, kimdir ko'p ish qilayotgan paytda unga motivatsiya kerak bo'ladi. Va hozir menga ham sizlar tomonidan motivatsiya kerak. Ya'ni obunalar, layklar bu men uchun juda ham muhim. Chunki o'rtoqlar, haftasiga 2 ta video chiqarish sizlar o'ylaganchalik oson emas. Mana uxlamasdan montaj qilamiz, qanaqadir migratorlar nimadir, ya'ni bor narsadan foydalanib. Chunki men bilaman, mana obunachilarim meni videolarimni yaxshi ko'rib ko'rishadi va shuning uchun ham men uxlamasdan bo'lsa ham kontent qilamiz. Va albatta o'rtoqlarim, buni evaziga sizlar obuna bo'lib qo'yinglar. Hozirroq pastga tushinglar va obuna bo'lish knopkasini bosinglar. Bu unaqa qiyin narsa emas, lekin sizlar mana shu oddiy ishni qilgan holda meni maqsadimga yetishingiz mumkin. Va hammanglarning nima bo'lsa video boshlandi. Va ana nima bo'lsa o'rtoqlar, biz mana shu tashlandiq klubga kiramiz. Eng qizig'i hozir bu polni o'ti, qara, bu o'tga ilon-pilon kirib ketgan bo'lsa-chi, mana bu to'kadan tushunish mumkinki, bu qanaqa eski joy. Ammo eski magnitofon anaqasiga nechiga? Hammalarning bo'lsa sekin kiramiz. Eng qizig'i o'rtoqlar, esingizda bo'lsa, biz mana shu yerga rovni 2 yil oldin kirganmiz. Va o'sha paytda biz domovoy bor yoki yo'qligini sinab ko'rish uchun kelganmiz. Chunki bizga obunachilarimiz aynan mana shu klubani rasmini tashlab, shu yerda domovoy bor, shuning uchun ham bu uy bir asrdan beri hech kim yashamaydi deyishgandi. Va biz o'sha paytda domovoy bor yoki yo'qligini internetda ko'rsatilgan usul bo'yicha sanab ko'rganimizda, u bor deb ko'rsatgandi. Endi rostdan ham bormi yo'qmi bilmayman, lekin u usulda bor deb ko'rsatilgan edi. Va agarda rostdan mana shu tashlandiq klubning ichida domovoy bo'lsa, demak hozir biz qiladigan top 3 ta qo'rqinchli eksperiment buni jahon chiqarishi mumkin. Baf, va o'ylash bo'yicha o'rtoqlar qanaqa mavzu bo'layotgan shundaylar va ana endi bo'lmasam biz mana shu klubga kiramiz. Eng qiziq, qara, kirgandan riskant buzilib ketgan. Bilmasdan bu haftasidan ket, ehtiyot qilsak ham ko'p olinglar. Va men bitta tegibdi podol, uyda qilar ekan. Hop, bu yoqqa o'tamiz. O, mana buni qarang. Shu uyasi ham bor dashboardda. Va bu rostdan tashlandiq bino degani. O, mana pechka. Mana pechka. Chunki o'rtoqlar zavshida domovoy degani internetdan vasilib ko'rasizlar. Men juda ham ko'p qidirganman internetda bu narsalar haqida. Har doim pechka tegidan yoki pechkaning ichidan chiqib keladi deyilgan. Nimani o'zi? Bila. Okey. Pechkajon, shu yerdami san? Va hammalarni nima bo'lsa, domovoy chaqiradigan usullarni birin-ketin tekshirib ko'ramiz. Va mana shu xona normal o'ziga ham sanab ko'rishgan. Keng va yonimizda pechka ham bor. Pechka joyining ichidan domovoy chiqib kelsa, to'g'risi ham xavfsiz qilishga harakat qilaman. No, qo'rquvam bor. Hamma bo'lsa, mana endi birinchi usul sanab ko'ramiz. Va endi bo'lmasa o'rtoqlar, birinchi usul sanab ko'ramiz va bu usul uchun bizga buni ko'rchi bir uchot tepamiz. Voy bulut! Yuzim olma o'tdi, ko'rding? Qo'ygina ham yo'q, tinch edi o'rtoqlar, bittada ham yo'q, sho'qqa boshlandi hammaylar. Va birinchi usul uchun bizga non, idish, suv va choy kerak bo'ladi o'rtoqlar. No, hammaylar o'rtoqlarim, qarorchi hozir biz birinchi choy tanlaymiz, mana bu kurshkaga undan oldiga non qo'yamiz. Ya'ni suv va non berib, hamma choylarimizni o'chiramizda. Domovoy, biz senga shu narsani olib keldik, buni qabul qil deyishimiz kerak ekan. Va shunda u kelib olib ketar ekan. Internet yozilishi bo'yicha. Aslida ham shunaqa emas, hozir tekshirib ko'ramiz. O'xshashi qiyin, конечно. Lekin hammaylar, boshlashi xuddi o'sha bokalni qo'yamiz, choy solamiz. Voy, ko'rishib qolay ezvordi, lekin biram yuzimga qarab kelib keyin ketib qoladi. Va xush paytda esimga tushib qoldi o'rtoqlar. Meni yoshligimda domovoy deb sinfdoshlarim juda qattiq qo'rqitardi. Endi men rus sinfda o'qiganman, 1-4-sinfgacha. O'sha paytda sinfdoshlarim tipa domovoy keladi, nimadir qiladi deyishganga ishonganman-da. Uyda bitta o'zim qolishga qo'rqaman. Вот mana sizlar ham domovoy kelib qo'rqitadi deb kimsani qo'rqitganmi? Qo'rqitgan bo'lsa, davayt kommentga bu haqida yozib qoldiringlar. Va men esa choyimni ocholdim. Endi buni solamiz idishga. Hoppa, domovoy uchun choy. Va choy soldim, men endi gazli suvga choy damlab beramiz. Chunki gazli suv yoqar ekan, amma. Qatan o'z chiqadi. Ha? Hoppa, lekin choy erimayapti. Hoppa, ana choy rangi chiqadi endi. Hoppa, ana. Va mana choy va mana non. Va aytgancha, xuddi shunday agar siz nonni isroqotida yozmoqchi bo'lsangiz, to'xtang. Chunki bu nonni biz paket bilan qo'yamiz. Agar yilma suyim bo'lib ketaman. Hammaylar, va endi o'rtoqlar bu suv va nonni mana shu pechkani oldiga qo'yib qo'ydim mana. Mana nonni ochib qo'ydim va ana endi bo'lmasa choylarni o'chirib, o'sha internet yozilgan gaplarni eshitishimiz kerak. Bля! O'rtoqlar, просто vaziyat tushunishlik uchun mana shu kulbacha mashina yo'li oldida, ya'ni mashina yo'ldan traktorlar, qanaqa mashina
rostdan ovozga o'tkarish. Hammanglar, bo'lmasam bu chirog'i eng pastga qo'y, ya'ni qorong'uroq qilib turib olishimiz kerak. Eng pastdan va anin bo'lmasam o'rtoqlar biz maksimal hamma nurlarni yo'qotdik va anin bo'lmasam biz xonani bu burchagiga o'tamizda va anin bo'lmasam o'sha internet yozilgan gaplarni aytamiz. Damovoy, bu sani uying, choying tayyor, ko'ringani kel. O'rtoqlar, samolyot uchgan ovoz eshitilyapti. Qamayli, yana bir marta aytaman. Damovoy, bu sani uying, choying tayyor, ko'ringani kel. Va uchinchi marta kutamiz просто. Damovoy, bu sani uying, ko'ringani kel. Bilet sani soying ekan. Anta qimirlab qolib turibdimada. Hammalar o'rtoqlar yana ikki marta aytib ko'raman. Damovoy, bu sani uying, choying tayyor, ko'ringani kel. Sirgim eshitdim. Qanaqadir butilkalarni sindirayotgan ovoz eshitilyapti. Damovoy, bu sani uying, choying tayyor, ko'ringani kel. Bu o'ylashim bo'yicha o'rtoqlar internetda o'sha aytilgan gaplarni aytdik. Telefonimni stop bosdim. Qani? Uy, bilet pechka. Fondanlar yoqib chiqqan ko'raylik. Nimadir o'zgaribdimi? Men choy o'zini olganda, choy sal kamayganda emasmi? Kamaygandami yoki kamayganda shunaqa tuyulyaptimi hozir bizga? Yo'q, xuddi shu paytda o'rtoqlar. Boya biz choy qilganmiz, videoga olgandik va o'jon sizlar ko'rdinglar. Mana hozir choy o'zini olgin. Mammichi, stop. Yo, men boya paket ochganda shunaqa ko'rdimmi? Men non yeyman. Mamning qo'limiz bu qoldi. Hademay, men qilgan bo'lishim mumkin, ha? Da. Yo, qaranglar. Hozir menimcha, mana nonni endi mamni joyini boy o'zim tepib qo'ydim, lekin mametini agar boy men qilmagan bo'lsam, urush olsa bo'ladi, lekin choy ham qanaqadir kamayib qolgandek. Sizga ham shunaqa tuyulmayaptimi? Bile, har doim mana shuga kelsam nimadir bo'ladi, o'rki, mana shu kulba tashlandi. Просто tushunishlik uchun o'rtoqlar, bitta uy butun bir shahar o'rtasida kulbachi bir asrdan beri bekordan bekorga tashlandi bo'lib qolmaydi. Kimdir olib xatya bu yoqqa nimadir qursa ham bo'ladi. Masalan, yonda qanaqa lager bor bu yerda. Masalan, dam olish maskanimi, bilmayman, balinsam o'shaqa bor. Bu yerda ham yer katta. Bir ikki tashqi yashashga dom nimadir qilishayotdi-ku. Shuni qilsa bo'ladi bu yerda ham. Lekin nimaga aynan mana shu kulbaga bir asrdan hech kim tegmayapti degan savolga mana ko'pchilik obunachilarim mana shu yerda qara xil qo'rqinchli narsa bor. Ayniqsa damoviy bor deb shu kulbaga chaqirishganlar. Va biz bu yoqqa kelib qotgan birinchi eksperimentimiz endi menimcha mani qo'lizim deb o'ylaymiz. Lekin choy kamayganini bilmadim nimaga. Qaysi tomonda hozir o'xshatganda bo'lyapti endi. Choyni ichib ko'ring. Choy ichib ko'rsam chunki damoviy kirib olib, chuppa. Bile, ana endi ikkinchisini qilishiga qo'rqib qoldim. Hammalar o'rtoqlar birinchisi sanab ko'rdik. Ana endi boshqa xonaga chiqib ikkinchisini sanab ko'ramiz. To'g'rimi? So'zim? Rahmat. Va ana endi bo'lmasam o'rtoqlar, biz o'zi ikkinchisini sanab ko'ramiz va bu usul nisbatan qo'rqinchliroq. Chunki men bu yerda tipi uxlayotgan deb yotishim kerak ekan. Va yonida tuz va aynan qora non yozildi. Internetda qora non yozilgan ekan. Va xuddi shu qora nonni oldik. Tuzni ochib qo'yib, qora nonni ochib qo'yib, tipi yotaman-da. Damovoy men uxlayman degandan keyin tipi uxlayotgan odam oldiga kelib turib, u nimadir qilar ekan. Va men tashlab ketgan narsam yer ekan. Internetda shunaqa deb yozilgan. Va biz buni sinab ko'ramiz. Chunki rost bo'lsa rost, yolg'on bo'lsa yolg'onga isbotlashimiz kerak. Hammanglar boshlanishiga mana bu lattani ochib olamiz. Ishqilib men yotishimga yetsin. Chunki men mana bu kir joyda va bir asrlab tashlanib bo'lgan kulbada yotmoqchi emasman. Va bu, qanaqasiga yotaman bunga? Hop bo'lmasa buni chizib olamiz. Va endi bo'lmasa o'rtoqlar buni noqib ochib olamiz va bunga men sig'ib yotishim kerak. Qanaqasi bunga sig'aman, topshirdi. Biz unday katta narsa olmaymiz. Va o'rtoqlar men mana shunaqa yotishga harakat qilaman va shuni o'ylashim bo'yicha yotgan, ya'ni yotish kerak deganda men yotdim, ya'ni prinsipga to'g'ri keladi. Hammalar endi bo'lmasa turib mana tuzni ochib olamiz. Okey, mana tuzni ochib oldik. Tuzni men mana shu yonginamga qo'yaman. Yiqilib ketib, yuzimiz ustiga yiqilib chiqmasa bo'ldi. Va u nonni ham ocha olamiz. Va aytgancha o'rtoqlar, yana bir marta aytib o'taylik, non isrof bo'lmaydi. Ya'ni nonni oxirida olib ketamiz. Agarda damoviy yeb qo'ymasa. Va mametta nonni ham, qora nonlarni ham kimni qo'yib qo'yamiz. Tuz ichiga ham solib qo'yamiz mana. Yoqimli ishtaha bo'lmasa. Uy, bulut. Eshikda как будто kim turgandek ko'rinadi. Lekin ko'zimga chiroq o'shaq olib qo'ydim o'sha. Va endi bo'lmasam o'rtoqlar, bu xonada men bitta o'zim qolishim kerak. Ya'ni hozir bolalar o'sha bu xonadan chiqib zo'rdan so'mga qilib turadi va men esa mana shu narsalar bilan birga qolib, tip o'zim uxlayotganimni tutib, lekin uxlashimdan oldin damoviy men uxlayapman va sanga sovg'a olib keldim. Bularni olib ket deyishim kerak ekan. Va agarda rostdan agar nimadir ovoz eshitilsa, nimadir bo'lsa yugurib kelinglar, hop. Bilet nima bu? Nima yotmayman endi? Traktormi? Traktor suvsiz yurib kelsa, yoki nima bu qanaqadir anaqami elektr arama, benzopilami? Cho'chqa boshqadan kelsa. Hamal bo'ldi. Tezroq o'g'rilik cho'tdi. Xo'sh, bo'lmasam yotdimman va endi o'sha aytish kerak bo'lgan gaplarni aytaman. Damovoy, men uxlayapman, lekin senga sovg'a olib keldim. Bularni olib ket. Damovoy, uxlayapman, lekin senga sovg'a olib keldim. Bularni olib ket. Damovoy, men uxlayapman, senga narsa olib keldim. Sovg'ani olib ket. Va endi bo'lmasam prosta ko'zimni yumib yotishim kerak. 5 minut yotaman. Agar nimadir ovoz eshitsam turib ketaman, to'g'risi. Bile ko'rib turibman-ku. Bile o'zim oyog'im. Oy, bile. Qaysi biring? Mammas. Ilon.
bilet hazillashma. Mama ovoz kim? Sen men toshmi nima uchib keldi? Nimadir otdilaring? Yo'q. Yo, bilmas, seriyozmi? Men qo'rqib o'tiribman. Nima hazil qilmalaring? Menga eshitilmadi. Ko'rmadingizmi? Bitta tosh uchib keldi-yu. Bilet hazillashmang, jinning. Men hamma o'rtalar, qarshi yotdim. Bilmayman, sizlar ko'rib turibsizlar. Agarda bola hazillashgan bo'lsa, demak yo'q. Agar bola hazillashgan rostdan qadam tosh tushib kelgan bo'lsa, demak yo'q. Rahmat, endi prosta endi 3-chi sanab ko'rish usturiga o'tamiz va bu usul sanab ko'rish uchun biz mana shu tashlandiq kulbani podolga tushirishimiz kerak ekan. Va endi bo'lmasa o'rtalar biz mana shu kulbani podolga tushamiz. Qo'limda bu usul sanab ko'rish uchun kerak narsalar. Momentni hisob olishimiz kerak. Bile har xil eshitiladi. Hamma podolga kiramiz. Kerak. Ehtiyot bo'laylik lekin podolda, hop. Chunki podol deysiz, hamma yoki kuchi yoki ilon bo'lishi mumkin. Hop, kiryapmiz. Kirili, tez kirili. Ay, bilet, pavklaniga. Oyoq kiyimi qarab chirib ketganini ko'rasam. Chirib ketganini ko'rasizlar o'rtoqlar. Va momentum sekretlar rasmi. Mana buni qaranglar o'rtoqlar. Ha? Va hamma o'rtoqlar hozmashlikka fonga chiroq qo'yib qo'yman-da. Va endi mana shu yerda biz eng oxirgi, ya'ni eng qo'rqinchisini sanab ko'ramiz. Eng qizg'anti potol ham xonasi bor edi. Yoqqa hozir oxirida o'taylik, hozir o'tmaylik. Chunki nimadir chiqib qolsa keyin kelishga to'g'ri keladi. Oldin sanab ko'raylik. Va bu 3-usul sanab ko'rish uchun bizga mana shu sham, ruchka, qog'oz va non kerak bo'lar ekan. Boshlashga qog'ozga biz 3 marta damoviy deb yozib kerak ekan. Va endi bo'lsa o'rtoqlar, men 3 marta damoviy deb yozib bo'ldim va bu qog'ozni qo'yaman va oldiga biz mana shu, ya'ni yonmagan sham o'zini qo'yib qo'yishimiz kerak ekan. Chunki tipa, qarchi odam nimadir ishlar qilib, damoviy chaqirib, sham o'chirib, qorong'ida o'tirgandek bo'lish kerak ekan. Internet yozish bo'yicha. Va undan keyin esa bizga non kerak bo'ladi va nonni ham oldiga qo'yib qo'yishimiz kerak ekan. O'ylashim bo'yicha biz o'sha internet oldiga hammasini qildik. Ana endi bo'lmasam maqsadni o'ldirishimiz kerak. Va endi buni o'zini yolg'iz qoldirib ketishimiz kerak ekan. Shunda non va qog'ozga nimadir bo'lgan bo'lish kerak. Va ana endi bo'lmasam o'rtoqlar, biz hozir 3 marta shu internet yozilgan, ya'ni damoviy chaqiradigan gapni aytamizda, keyin ana boshqa xonaga o'tamiz. Va hozir endi bu o'qishni men sanab ko'ramiz, lekin undan oldin o'sha internet yozilgan gap aytishim kerak. Damovoy, bu joy san uyingmi? O'zingni ko'rsat. Damovoy, bu joy san uyingmi? O'zingni ko'rsat. Damovoy, bu joy san uyingmi? O'zingni ko'rsat. Hop. Ana endi sekin chiroqni olamiz. Ket. Bo'l. Men xonaga kirishimiz kerak. Uy, billa, bu yerda kimdir yashagan, точно. Uy, billa, bu yerda rostdan kimdir yashagan ishoninglar. Amqarim, ko'ratam, pavklan, hamma yog'imiz. Aynan mana shunaqa joylarda 100% damoviy bo'lishi mumkin-da, ishoninglar. Va ana endi bo'lsa, mana shu yerda o'tirishimiz kerak. Uy, qara hamma yoq pavklan. Va ana endi o'rtoqlar prosta kutishimiz kerak xolos. Va ana endi o'rtoqlar prosta qarab ko'ramiz. Ha? Qaysi birini qildilaring? Nima? Va to'shdan davom qilganim ishonmayman. Mana buni kim qildi? Qanaqadir sasi qidam chiqib o'tdi. Ha, eski chollarning hidi bor-ku. Lekin yoki men turbadan ketdim. Men turbani kim bu yoqqa qo'ydi? Sizlar qo'ymadinglarmi? Sizlar qo'ymasanglar kim qo'yadi? Birga ketdik-ku hammamiz. Ya hazillashmanglar, jinnimsizlar? Aynan shu damoviy degan yozuv ustidan X o'tiribdi-da, ma'mi ham. Hozir bunga tegishga ham qo'rqaman. Yo, qara, rostdan qilmadinglarmi? Yo'q. Ya, o'rtoqlar, bu уже sog'lom. Voy! Momentda prosta ko'zim oldida o'rgimchini YouTube'da o'rgimchak ko'rindi ko'zim. Shu uchun sabab yo'q qo'talik. Lekin mana buni sizlar to'shna qilgansizlar. San qildingmi? Maqsud? Yo'q. Sardor? Yo'q. Ketdik. Prosta ketdik. San ham bu ham qilmagan bo'lsa, hozir momentda agar rostdan agar mabodo o'sha damoviy deb qilgan narsa bo'lsa, biz hozir bunga tegishi o'zi jinnilik-ku. Ishonsalarmi? Agar hozir qilgan bo'lsa, aytlaring. Prosta hozir agar biz agar rostdan damoviy qilgan agar o'ylaydigan bo'lsak, demak bu tarafdan damoviy bor deb bo'lib chiqadi-yu. Momentda qanaqadir yana ovozlar. Qarchi o'rtoqlar, men prosta ketdik. Chunki men buni qara ovoz eshitdinglar. Nima ovoz bu? Как будто qayerqadir raketa o'qilayotgan o'xshaydi. Bu yoqda poyezd yo'li bor, nima bu? Вообще-то-da. Hozir tez narsani olib prosta surish kerak. Sumkalarni ol, Maqsudda aytir, sumkalarni ol. Da, tez. Maqsudjon. Hamma chiroyimiz bor. Ha, qo'limga turadi. Paketimizni olib bo'ldi, musulmon qolsin. Prosta surdik. Mana bu nonlarni ham yig'ishtirish kerak. Qaysi biring qilding? Yeyilganmi? Mushuk yeb ketdim. Biz hozir chiqdik bu yoqqa. Bildim. Narsalar birga chiqdi-ku. Biz ketayotgan ishni yana qaysidan qilmadingmi? Yo'q, men yemasdim lekin bu narsani. Hech kim yegan deyapti, lekin как будто o'rtalib tishlangan, keyin tishlan va kalamush tishlagan deymiz-ku. Shunaqa fikrda piyodan ketish kerak tezroq. O'rtoqlar, nonga ham tegmadim. Agar rostdan kalamush bo'lsa, kalamush yesin. Damoviy yesin. Kim yesa yesin. Men prosta tegmayman bu narsaga. Prosta surish kerak, o'rtoqlar. Qarshi nima bo'lsa ham bilmadim. Lekin voy, bilib, tez ketdik. Qarshi o'rtoqlar, prosta surish kerak va sizlar like bosinglar, chunki уже bu yoqni biz 100 so'mga qo'yamiz, chunki momentdan chiqib qochamiz. Chunki bu kulbaga o'zi hech kim kirishmaydi. Shuning uchun o'rtoqlar, biz aynan sizlar uchun mana bunaqa tashlandiq brasletni qo'yib ketgan kulbada video oldik va Ovoz eshitdingiz. Va katta pozlar bilan o'rtoqlar. Rostdan buni obunachilarim aytganidek, bu haqiqatan damoviy bordi. Shu uchun prosta ketamiz. Aslida esa albatta like bosib, Omonxon kanaliga obuna bo'lib qo'yishingizni chiqarmanglar. Chunki yaqinda уже 1,5 million bo'lamiz. Sizlar 2 million bo'lishimiz kerak.